Bugun jarima maydoniga kimni tiqdim bilasanmi? Kimmi? Yulduz Usmonovani. Rostdan. To'yimizga borar ekan. Ha, Bobur aka, dadamiz bilan ko'rishmoqchilar. Bo'ldi, ko'rishaveramiz. Lekin taniyman-ku, rasmi yo'qmi? Bor. Shusan dadangmi? Komandir hujjatini bering, men shoshib turibman. Aka, bera olmayman, qoidani buzyapsiz aka. Menga otingiz nima edi? Bobur. Tohirjon. Bobur ismim aka. Xo'p, Bahodirjon, men Aka, qiziqchilik qilmang, qoidani buzyapsiz, qanaqa tushunmaydigan odamsiz. iltimos sizdan. Iltimos qilmang, iltimos sizdan. Menga qarang. Nodirjon. Nodirjon. Aka, qiziqchilik qilmang, Bobur deyapman ismimni. Taqdir bu, taqdir. Bermaysizmi? Nala? Bering, baxtli qilaman qizingizni. Yo'q dedim. Tushundingmi? Ha dada, bervoravering, baribir hech kim olmayapti-ku. Boshimga yostiq qilsam qilaman, lekin men bunga bermayman. Achikingiz. To'g'ri tushunyapsiz. Siz Hurmatli podполковник chaqirtirgan ekansiz. mas'ul keldingmi? Yana bir ish ham bor ekan. Olib bor jarima maydoniga. Xo'p bo'ladi. Qocha syomka qilmay, kim ichibdi qani ko'raylik. Voy. Sendan boshqa odam yo'qmi? Taqdir! Ichib qo'ydingizmi? Yuring men bilan endi. Mantiqayda bo'lardi, yuring chiqar bu yoqqa. Shippa. Hozir dadajon ozgina sabr qiling. Oxun avazi hech kim. Dadamni srochni operatsiya qilish kerak ekan. Mana bular bo'ladi. Alo komandir. Takdir bu, takdir.